Tak, demak biz variantimizni oldik. Jadvalni bittagina topshiriqni bajarishni, boltni, parametrlarini oldik va uni formulalari. Demak, birinchi navbatda biz ana bu o'qni o'tkazib olamiz chizish uchun. Mana bo'sh joyda formatda chizib olamiz. Vertikalga bitta olamiz. Tak, buni ana bunday sentrovka qilib qo'yamiz, shu o'rtada tursin. Tak, ketdik endi hisoblashni boshlaymiz. Mana h qancha masofada? Qaraymiz formulada. 0.7d. Tak, endi ko'paytirishlar oson bo'lishi uchun bizga nima kerak? Kalkulyator, qayerda edi u? Servis, vid, fayl, правка, vid, stavka, format, servis. Qani kalkulyator? Ana shu kalkulyator chiqarish kerak edi, oson bo'lardi. Yo'q, ancha. Nechani aytayapsizki, ancha bittaga kalkulyator. Bu endi Windowsniki, bu AutoCAD'ning o'ziniki ham borda. 2007larda o'rganganman, bunga noqulay. Tak, mayli. D'imiz 16 ga teng. Hozir Telegramni o'chiramiz. Tak, D 16 bo'lsa, H 0.7 ko'paytirilgan 16, 0.7 ko'paytirilgan 16 bo'ladi. 0.7 ko'paytirilgan 16 teng 11.2 подобие 11 inglizcham, butun o'ndan 2 enter. Tak, L menimcha variantimizda bor. Mana o'z boltnikini birinchi variantda qilyapmiz-da endi. Подобие 70 olamiz, 70 da. Qayerdan bu? Kallagni tagidan uchigacha. Bu yoq ham ketdi. Tak, D ni o'zi. Mana eng tepasidan pastigacha keyin rezba qismi chiqariladi. Hozir demak D ni o'zi sizga variant sifatida berilgan 16 bo'lsa, подобие qilamizda 8 enter. Yuqoriga pastga, eska. Sразу faskani olib. Qanimizda faskamiz. Bu bilan buni tutashtiramiz. Rezba qismi L0 formulaga qaraymiz. 1,5 yoki 2D. Hay, mayli, mana 1,5 dan 2 gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni olib D ga ko'paytiramiz. D'imiz bizda 16. Ketdik, 16 ni ko'paytiramiz. No, endi 2 ga ko'paytiraylik, oson bo'lsin. 16 ko'paytirgan 2 32 bo'ladi. Подобие 32. Bu yoqqa tashlaymiz. Tak, bu yerdagi endi rezba qismi D1. Gapirmanglar orqadagilar. D1 0.85D. Tak, 0.85 ko'paytirilgan 16. 13.6. 2 ga bo'lsa qancha bo'ladi? 6,5 dan bo'lsa agar 13 bo'ladi, yana 3. 6,8. 6.8. Tak, подобие 6.8 ko'paytiramiz. Bu yoqqa, bu yoqqa, ESK. Ikkita chegara qo'yib kesib tashlaymiz paskani. Bu tomoni ham kerak emas, bu yog'i ham. Ichkaridagi bunisi ham. Mana bu rezba qismi. Endi mana bu yerda faska chiqarish kerak. Mana bu ko'rsatilgandek qarang, S ko'paytirilgan 45 gradus deyapti. S formulaga qaraylikchi, 0.15 D. Tak, S'imiz demak 0.15 ko'paytiramiz 16 ga. 2.4 bo'lar ekan. Esdan chiqmasin. 2.4. Mana endi faskaga kiramiz. Menyusini ochamiz. Длина, uzunlik yoki burchak. Mayli, burchak bo'yicha. Первая длина 2.4. Enter deymiz. Ugl faski 45 gradusda, tepadagi yozilgan yozuv bo'yicha, demak mana bu yerda S 2.4 bo'lish kerak va 45 gradus mana bu burchagi. Oraliq masofasi 2.4. Mana shuni kiritdik. Enter. Endi ko'rsat deydi. Tak, olamiz demak mana bu bilan buni orasida. Xuddi shunday faska bu bilan buni orasida. Faqat mana bu ortiqcha qismlarini kesib tashlasak bo'ladi. Mana buni ko'ryapsizmi? Faskani ustiga chiqib kelish kerak. Mana bu rezba. Tak, bu yog'i. Mana bu va mana bu. Mana sразу olib 0.70 qilib qalinligini ham berib qo'yamiz buni. Chiqing tashqariga. Tak, kallak qismiga kelamiz. Mana bu kallakni endi boshlash uchun oldin mana bu kerak bo'ladi. Chunki mana bu parametr kerak, to'liq uzunligi.
Tak. Mana endi mana bu yerda ixtiyoriy joyda chizamiz. Vertikalga sentrovka qilamiz, chunki ana buni markazga qo'yishimiz kerak. Tak, birinchi parametr katta D. Tak, formulaga qaraymiz. Mana katta D 2D ga teng. Demak 16 radius bo'lsa agar diametri 32 bo'ladi. Radiusi 16 bilan aylanani chizamiz. Buning ichiga 6 burchak, teng yonli 6 burchak joylashtirishimiz kerak. Mana shu qizil aylananing ichiga bu. Tak, endi bu ko'p burchak. Mana qarang. Mana bu buyrug'imizda poligon bor. 5 burchak chizib qo'yibdi. Chiqaramizda bu buyruq birinchi so'raydi bizdan tomonlar soni nechta bo'lishi kerak. Chislo storon hozir 4 ta turibdi avtomatikda, bizda 6 ta deymiz. Enter. Center markazini ko'rsating, qayerda bo'lishi. Mana bu markazi, o'sha 6 burchakni aylananing ichigami yoki tashqarisigami deyapti. Aylana ichiga вписаны вокруг. Va yonimda qo'l bilan tortib borasiz. Mana. Uchini ayrim topshiriqlarda ko'rasiz. Mana bunday bo'lishi mumkin. O, nima, yig'ish chizmasida ana shu holatda bo'ladi. E'tibor bering. Hozir bizga mana bu holati kerak. Mana bunday qilib fixировать qilamiz, qoladi bu. Tak. Ichida faskasi bor. D1 bilan berilgan. Kallakda faska bo'ladi. Mana qarang, faskani yana 30 gradusda kesib ham tashlaymiz. Keyin mana bunaqa kirkira chiqadi. Uni yoycha bo'lib. To faska bermasangiz bunaqa narsalar paydo bo'lmaydi. Demak, biz faska berishimiz kerak. D1. S dan deyapti 3-4 mm ayirish kerak. S ga qarab olamiz. Demak, birinchi navbatda biz S ni o'lchab olamiz. S bu razmer под ключ deymiz mana. S ga agar e'tibor bersangiz mana bu yerda yozyapti. S geometrik yasashlar asosida aniqlanadi. Demak, 6 burchakni ichidan olinadi. Mana bu yerdan mana bu yergacha masofa. Demak, bu nimamiz bizada 28 kalitga to'g'ri keladigan bolt bo'lyapti. Kallaga 28 ключni olasiz, 28 ключni. O'shanga to'g'ri keladi degani bo'lyapti. Tak, biza taxminan agar 28 bo'lsa, bundan 4 ni ayiramiz. Juftga keltirishimiz kerak. Toq emas, juftga. O'sha uchun 3-4 deb qo'yilyapti mana bu yerda. 3 yoki 4 mm ayirasan deyapti. Tak, yaxlitlagan paytimizda 28 kalitga bo'lsa, 4 ni ayirsak 24 bo'ladi. Demak, radiusi 12 bo'lgan, diametri 24 ga teng bo'lgan aylana chizamiz. Mana kallak faskasi aniqlandi. Tak. Bu ham bo'ldi. Keyingisi mana bularni bo'lgandan keyin mana qizil bilan boryapti, ko'ryapsizmi? To'g'ri olib boryapti o'shani. Ana bu yerdan urinma nuqtasi ham olinyapti. Tak. Juda yaxshi. Xuddi shunday biz ham topib borishimiz kerak biz ham. Olamiz. Hozir bitta faskani yasashga harakat qilamiz tepadan. Mana shunday kelar ekan bu. Rangini ham mayli qizil qilib qo'yaylik. Demak, ana shu yerdan boshlanadi burchak. Keyin u ikkinchi aylana. Ana bu yerga urinma aylana yasaymiz. Mana bu qizil bo'ladi bu. O'zi eng tushunarsiz joyi shu yerda. Qolgan hammasi keyin oson ketadi. Bu yerdan ham olib boramiz. Mana. Bu chizig'imiz ham demak bizda qizil bo'ladi. Ana buni xususiyatini olamiz va bunga beramiz. Tak. Kallakni bu tomoni kerak emas. Hozir o'chiraylik yo'qlarni. Tepa qismi kallak qayergacha borishi. Shunday. Tak, pastida ham bor. Bo'ldi. Tak. Endi faska. Hozir faskamizni 0 qilaylik. 0 qilamiz. Enter, yo'q ham 0 qilamiz. Endi prosta mana bularni birlashtiramiz. Kallakni chiqarish uchun. Tak. Mana bu urinma bo'lgan joyni olib keldik. Tushunarli. Tak. Mana shu yerdan burchagi 30 gradusda bo'lgan. Endi qarang, mana bu bizada 0 gradus, mana bu 90 gradus. Tepaga o'shlasangiz, mana o'zi ham ko'rinmayapti ekan sizlardan. 90 gradus. Demak, ana bu yerda 30 bo'lishi kerak. 90 dan bu yoqqa qarab minus. Demak, olamiz mana bunday chizib, tak. Shift Alt inglizchami? Ha, inglizchaga turibdi.
Tak, shift bilan burchak belgisi. Mana klaviaturada B, kirilcha B bor-ku, o'shaning ustida burchak belgisi bor, mana. Öyle chiqdi burchakcha. Ana o'sha yerda biz qo'yamiz. Tak. 0 dan 90 gacha 30 dan ayirsak 60 mi? Tak, 60 gradus. Enter. Ana shu 60 bo'lishi kerak burchagimiz. Enter. Ha, mana chiqdi. Tak, tekshirib ko'rishimiz mumkin. Qani shu burchagimiz mana bunga nisbatan 30 mi, yo'qmi? Uglovoy. Bu bilan buni orasida 30 ta bo'ldi. Bizga ana shu kerak. Delete. Buni olamiz. Mana endi переместить. Olib ana shu yerga qo'yamiz. Tak. Ana bu yoqdan tugaydi o'zi kallak. Faskani olamizda bu yergacha. Mana bu yergacha. Tak. Mayli oxirigacha aytaylik. Ana bu yergacha. Bu tomonga kapirovать zerkalo qilib tashlaymiz. Bir tomonni qurib olaylik, biz eng asosiysi. Bu bo'ldi. Mana bu tugagan joylardan qirra olib kelamiz. Tak, bizada bitta nuqta mana bu yerda, bitta nuqta bundan o'tuvchi, bitta nuqta bu yoqqa keluvchi. Keyin bitta nuqtasi bu yerdan boshlanadi, ikkinchi nuqtasi mana bu yerga keladi, uchinchi nuqtasi mana bu yerga keladigan yo'y bajaramiz. Ana endi mana bu dugani o'zidan foydalanamiz. 3 ta nuqta orqali yo'y o'tkazish. Birinchi nuqtasi, ikkinchi nuqtasi, uchinchi nuqtasi. Svoystva va qora bo'ladi. Yana o'rtadagisi bu birinchi nuqtasi, ikkinchi nuqtasi, uchinchi nuqtasi. Mana bu bo'ladi. Tushundingiz-a, nima uchun qanday qilib olib bordim? Mana bu yerga e'tibor bering. Mana bu yerdan bir xil ketgan faska ketyapti. Mana bu o'rtadagi, mana bu yerdagi yo'ylarni ko'rsatish uchun o'rta nuqtasi. Mana bu yerdagi ham, mana bu yerdagi yo'yni, mana yo'yni hozir ko'ndalan ko'ryapmiz-da, biz ana bunday yo'y turibdi. Biz bu tomondan ko'ryapmiz uni. Eng yuqori nuqtasi ko'ryapsizmi? O'sha uchun mana bu qizilni o'tkazib olganman. O'sha qizil mana kallak bilan kesishgan paytda mana bu yerdagi mana bu nimalarda turadi. Mana qizil qilib qo'ysam agar, balkim tushunarliroq bo'ladi. O'sha kallaga uringan nuqtalari shu. Mana markazlari. Pastki uchlari qayerda ekanligini bilish uchun biza demak mana bundan mana bu yo'nalish bo'yicha 30 gradusli faska o'tkazdik. Ya'ni mana bu yerdan o'sha kallak mana faskasi aylanani qirrasi ana shu yerda hozir mana. Aylana o'zi mana bu kallakdagi. O'shani uchidan 30 gradusli burchak o'tkazdik-da, oxirgi nuqtalarni aniqladik. Bu yerda, mana bu yerda ketaveryapti. Bo'ldi. Ana endi biz buni olamiz. Mana bu faskani olamiz. Tak, mayli bir o'tala qalinlashtirib olaylik va oyna bilan pastga tashlashimiz kerak, zerkalo qilib. Zerkalo mana bu markazdan, mana chapga qarab rovna qilib ushlasak, bosdik sichqonchani enter. Tamom, pastda ham paydo bo'ldi. Tak, buni olamizda ortiqcha mana bu chiziqlarimizni kesamiz. Mana bu qizil kerak emas. Tak, yana kesadigan chiziqlarimiz ana bu yerda yo'q. Mana bu yerda ham yo'q. Bu mana bular kerak emas. Bajarib bo'ldik. Endi xususiyatini olamizda mana bu qorani berib chiqamiz. Mana boltning o'zi chizmasi bo'ldi. Faqat mana bu rezba qismidagi faska qoldi. Mana buni ham chizib qo'yishimiz kerak. Tak, svoystva buni bunga beramiz. Bu tomoni ham bo'ldi. Mana bu ham kerak emas. Chiqing. O'lchamlarni demak keyin qo'yamiz. Bu bo'ldi. Endi ikkinchi chizmamiz. Nima bor bu yerda? Tak. Mana buni olamiz. Gayka, Ctrl C olib boramizda, Ctrl V. Mana bu yerda biron joyga qo'yay. Okey. O'z bolt bo'ldimi? Bolt bo'ldi. Gaykani qilsam, shaybani qilsam tamom. 7-chi topshiriq ham bo'ladi. O'z 6-chisi qiyinroq. 7-chisiga faqat zborka qilamiz, tamom, yig'ib chiqamiz. Tak, mana endi qarang. Mana bu qismlari hammasi bir xil. Boltniki ham, gaykaniki ham. Mana bu bolt bilan gayka bir xil. Hech qachon bolt boshqa ключga, gayka boshqa ключda bo'lmaydi. To'g'rimi? 28 bolt bo'lsa, 28 gayka bo'ladi. 14 bolt bo'lsa, 14 ga gayka bo'ladi. Demak, mana bu qismni olaman. Mana. Kopировать.
olib men birinchi joyga qo'yaman. Mana buni ham olib delete. Tak, chiziqchalarni chizamiz markazini. Demak, bu bor. Tak, bizga kerak. Mana bu kalla qismi kerak. Mana kopировать. Buni markazdan olamizda. Mana buni markazga bog'lab turib, bosmasdan ko'ryapsiz. Yaqiniga yetaman. Magnitni ushlagandan keyin sekin chapga tortaveramiz. Bo'ldi. Faqat o'qini chizish kerak, chunki o'qi u yoqda uzun edi, qolib ketdi. Bo'ldi. Tak. Endi eng qizig'i bu yerda mana bu ashi, mana bu ash o'lcham, mana bu ashdan farq qiladi. Katta ash bizga necha ekan u? 0.8 deydi. Tak, birinchi o'lchamni chiqarib qo'yaylik. Shu yerdan shu yergacha. Tak, 0.8 deydi. Bu yoqda xalaqit bermasdan tursin. Kalkulyator. 0.8 ko'paytiramiz, 16 edi deymiz. Teng. 12.8 bundan ayiramiz. Mana bu 11.2 ni. Farqini ko'raylik-da endi. Necha millimetr farq qilyapti bu? 1.6 ta. Tak. Qani rastrinut. Ana bu yerda buzmasdan turib razmerni cho'zish buyrug'i bor. Rastrinut degan buyruq, yangi buyruq bu. Tak, buni bosamizda buyruqni tanlaymiz. Qarang, bu tanlash rejimiga o'tdi. Sichqoncha 4 burchak bo'ldi. Endi sekingina mana bu oraliqdan xalaqit bermaydigan qilib, mana bunda yashil ramkani olamiz. Qarang, nimani ildirib olyapti? Mana shu yergacha ildiramiz. Ну, где-то yarmisigacha taxminan. Mana hammasi kerak emas-da, yarmisi yetarli bizga. Mana ildirib oldik. Tak. Enter. Endi bironta ixtiyoriy nuqtadan farq yo'q mana. Necha millimetrga surishimiz kerak? 1.2 edimi? 1.6. 1.6. Enter. 1.6 millimetrga siljitdik, 12.8 bo'ldi. Tak, qani kalkulyatorımizga qaraylik. 1.6 ta to'g'ri. 12.8 berilgan ekan, 1.6 bo'ldi. Tak, bu yoqdan endi mana bu qismini tutashtirib qo'yamiz. Mana topshiriqga qarash kerak-da mana. Bajarilganmi, bajarilgan. Tak, svойство, xususiyat, mana bunikini bunga beramiz. Endi buni yarmisiga biz 40 ni berishimiz kerak. Eng qizig'i shu yerda. Mana buni olib tashlaymiz endi. Mana bu yerdan pastini kesamiz. Bo'sh turadi. Tak, buning ichida qarang, katta D bilan kichik D1 bor. Demak, katta D bilan kichik D1 esingizda bo'lsa, mana ana bu katta D ni radiusi, mana bu yerda kichik D ni radiusi, ingichka chiziqgacha bo'lgan masofa. Demak, aylanani olamanda qiymatlarni kiritmasdan turib bir martaga qarang. Mana shu yerni o'zidan katta D nikini chizib olaman, ana radiusi. Shu yerni o'zidan kichik D ni ham olaman. Mana ikkalasini baravar tanlaymanda, perimistik ko'chiraman bu yerdan, markazdan ushlab turib, mana buni markazga keltirib qo'yaman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Qaysi qalin? Ichkaridagisi qalin ekan. Ichki chiziqni qalin qilamiz. Yuqorida esingizda bo'lsa, ma'ruzada aytuvdim, 4 dan 1 qismini kesish kerak ingichka chiziqni. Qaysi bo'lagida bo'lishidan qat'iy nazar. Tak, endi biz olamiz. Belgilaymiz. Yo'q, ikkita nuqtada uzish buyrug'i bor mana bu yerda. Mana bu ham yangi buyruq. Mana o'zida buni o'zida ko'rinmaydi u, yo'q. Misol uchun mana risovaniyada. Keyingi buyruqlarni o'chsangiz agar o'shaning ichida chiqadi. Ikkita nuqtada uzish. Demak, chapdan o'ngga yo'nalishi bo'yicha mana bu yerga yetmagan holatda, bu yerga o'tib turgan holatida kesib tashlayman. Ikkita nuqtada shu oraliqni uzdim. Endi menga kerak ikkita yordamchi chiziqlar. Demak, rezbani chuqurligi tortib ketamiz buni. Tak. Endi ichki balandligi mana shu oraliqda ekan rezba. Endi qiziq bizga bu yerda faska kerak. Ko'ryapsizmi? Mana 60 bo'lgan. Mana bu pastidan o'tib ketadigan. Tak, -60 bilan chiziq chizamiz. Tak, shift burchak belgisi.
minus 60 desak, strelka yo'nalishga teskari ketadi. Oldin 0 dan yuqoriga qarab to'qson bo'lsa, endi 0 dan pastga qarab boradi. Minus 60 deb kiritamiz. Enter. Mana shu chiziq, mana. Endi buni o'zgartirib ham bo'lmaydi, faqat uzunligi qo'yilgan, tamom. Fiksировать qildik. Buni ko'chiramiz, переместить. Uchidan ushlaymizda. E'tibor bering, qayerga qo'yaman? Pastki uchiga, mana. Ana shu yerdan pastga ketib, keyin bu yoqdan sinib ketadi. Bu yoqdan ortiqchasini kesamiz. Mana bu yoqqa kerak emas. Yana chiziq. Mana buni olamiz. To mana bu yergacha chizamiz. Tak, bundan chegara, bu yoqqa ham chegara qo'yamiz. Kesish buyrug'i. Bu yoqlar kerak emas, bu yoqlari ham kerak emas. Kesib tashladik. Tak, qalinlashtiradiganimizni qalinlashtiramiz. Mana bu, mana bu. Va mana bu. Bu yo'g'i esa kerak yo'q, mana bu qismi. Olib tashlaymiz. Ko'ramiz mana bu namunamizga. Xuddi shunday. Mana bu yerda endi to'liq nima bo'lib turibdi bu? Bo'yalganday. Ichiga endi shtrixovka berish kerak. Shtrixovkani bilasiz, oldingi topshirig'ingizdan. Mana bosdim. Olib boraman, hududni ko'rsataman, mana buni ichiga, mana buni ichiga. Faqat mana bu yerda obrazец menga kerak emas. Iz liniy deyman, chiziqlardan iborat. Burchagi. Mana bu yerda burchagini kiritaman. 45 enter. Orasidagi masofa 1 mm dan. Mayli? 1.5 bo'lsin. Kattaroq. 1 mm joyida kichikda u. Mana bu ham bo'ldi. Bunisi kerak emas. O'lchamlarni oxirida qo'yasiz. Qoldi faqat shayba. Tak, mana bu shayba. Ctrl C. Tak, bu yoqqa boramiz. Ctrl V. Okey, sal kichraytiraylik, ko'p katta bo'lmasin. Tak, shayba bitta chiziq yo'qiga chizamiz. Tak, bitta vertikaliga bitta chizamiz. Mana bu yerga tursin. Tak, DŞ, kichik DŞ, katta DŞ. Kichik DŞ'ni ko'ramiz. 1.1D demak olamiz. D'imiz bizaga 16 ko'paytiramiz 1.1 ga. Ozgina katta bo'ladi, ko'ryapsizmi? 16 rezbaniki bo'lsa agar rezbadan o'sha diametrdan kattaroq bo'ladi. Shayba bemalol o'tib ketadi rezbani ustidan. 17.6. No, hay sразу 2 ga bo'lsak radiusi ham chiqadi. 8.8 ekan. Aylana chizamiz. 8.8. Kattasi. Katta DŞ. 2.2D. Bu ham katta bo'lyapti. Kallagini tayidan kattaroq bo'ladi. Boltni yoki gaykani kallagidan katta bo'ladi. Tak, 2.2 ko'paytirilgan 16. 35.2 bo'lamiz 2 ga, radius kelib chiqadi 17.6. (17.6). Tak. Bu shaybamiz bo'ldi. Ikkalasi ham demak 0.70. Tak, bu yerlardan где-то vertikaliga olamiz. Shaybani balandligi. Endi faqat shaybani qalinligi qoldi. S shayba. S shayba 0.15 D. 0.15 ko'paytiramiz 16 ga. 2.4 podobi. 2.4 enter. Mana shu oralig'ida. Tak, olamiz faska, bu bilan buni tutashtiramiz, bu bilan buni tutashtiramiz. Yana faska. Bu bilan pasti, bu bilan bunisi. Pastida uyig'imiz bor. Buni olamizda o'tkazdik. Ikkita chegara, kesish buyrug'i. Mana bu yerda teshik uyiq. Yarmisini ko'rinish qilamiz. Yarmisi 40 bo'ladi. Xuddi mana bu gaykani qanday qildik? Boltdan nima shayba ham xuddi shunday bo'ladi. Tak, ichiga shtrixovka beramiz. Tak. Enter. O'sha boyagi parametrlar 45, 1.5. Endi bu boshqa detal, o'sha uchun buni shtrixovkasini sal o'zgartiramiz. Mayli, 45 minus bilan beraylik. Minus 45. Enter. Teskari bo'lsin. Bu boshqa detalda, bo'lmasa bir xil bo'lib qoladi. Tak.
chiziq turlarini beramiz. Bunga, 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 mana bunga, pastiga. Mana hozir uchalasi ham bo'ldi. Faqat sizning ishingiz, demak, bularni o'lchamlarni qo'yganingizdan keyin endi o'lchamlarga vaqt sarflab turmayman. Tak, mana bularni tahrirlash kerak, chunki sig'maydi ramkaning ichiga bo'lmasa. Bularni tushunarli, hammasini o'q chizgiga aylantirasiz. Simmetriya o'qlariga. Tak. Buni olamiz va pastini olamiz. Kopировать. Sразу ikkitasiga taxlaylik. Birinchi mana boltni olaman. Переместить. Joylashtirdim. Gaykani olaman. Переместить. Joylashtirdim. Shaybani olaman. Переместить. Mana joylashtirdim. Uchalasidan nusxa olmamizda Ctrl C, Ctrl V. Mana bunisi endi zborkasini qilishimiz kerak-ku. Tak, endi ana shu joyi qiziq. Tak, bular bo'ldi. Yana bu shpilkani ko'rsatib o'tirmayman. Bu o'sha xuddi boltday, xuddi shu qanday bajariladi. Mana L0, L hammasi bor. L1. Faqat gaykasi yo'q, tepasiga, kallagi yo'q. Gaykaga o'xshagan. Tak, bizga yig'ish chizmasi kerak. Mana bu kerak. Ctrl C olib boramiz. Ctrl V. Faqat kichraytiraylik, ko'p katta bo'ldi bu. Qulayroq tushsin ko'rishimiz uchun. Tak, mana bu qarang, mana bolt. Mana bizda bolt. Tak. Bolt vertikal turibdi. Mana boltni olaman. Shu ko'rinishda buraman. Mana burish buyrug'i, повернуть. Yani kallasidan ushlaymiz, mana shu yerdan o'rtasidan vertikal qilib qo'yamiz. Shu holatda bu. Bu chiziq kerak ham emas. Tak. Ikkita detal, qarang, masofalari ixtiyoriy tanlaysiz. Ko'z bilan chamalab, faqat gayka, shaybani qo'ysak bo'ldi. Demak, birinchi gaykani mana bu holati kerak bizga. Tak, gayka. Mana. Tak. Ctrl C V olib boramiz. Mana bu yerga birinchi navbatda buni buramiz. Повернуть. Mana bunday holatda. Tak, bu yoqlar bizga kerak emas, delete. Mana ichkilari o'chiramiz. Buni, mana buni zerkala qilamiz. Markazdan markazgacha. Enter. Tak, bunu kishini olamizda переместить. Tepasidan ushlab, buni markazdan. Mana buni markazi bor, mana sekin o'sha bilan tushaveramiz. Mana shuncha ortib qolsa bo'ldi, ha? Kirgan joyi rezbani. Tak. Buni ham chegara qilamiz. Kesib tashlash buyrug'i. Mana bu endi ko'rinmaydi-da. Mingandan keyin, to'g'rimi? Bular ichkarida bo'ladi. Chegara, yana kesish. Mana bular ham bo'lmaydi. Mana o'zi ichidan o'tdi. Tak, tayda shayba bor. Tak, bu kishini ham olamiz. Ctrl C V. Tak, buramiz, перевернуть. Vertikal holatiga, gorizontal holatiga keltirsak bo'ldi, mana. Mana bu yo'q, kerak emas. Tak, to'liq olamizda переместить. O'rtasini ushlaymiz. Gaykani o'rtasidan tagiga qo'yamiz. Tak, bunda ham chegara qo'yamiz. Kesib tashlash buyrug'i. Ana bu qismda hech narsa yo'q. Bo'sh. Tamom, qoladi ikkita detalni o'tkazish. Taxminan shuncha. Tak, bu yerdan ham ikkita shuncha. O'rtasi mana, mayli. Mana shuncha, ikkita detalni ajratdik. Sal ko'proq bittasi kamroq bo'lsin desangiz, bunday qilamiz. Tak, endi mana bu yerda ham zazor bor, qarang. Bolt vpritik o'tolmaydi-da, o'sha diametrni o'ziga. O'sha diametrdan, boltni diametrdan, stерженni diametrdan 1 mm kattaroqda bo'lgan teshik bo'lish kerak. Чтобы свободно kirsin ikkala detalga. O'sha uchun bitta подобие berib, 1 mm qo'yamizda, enter. Bundan chapga, bundan o'ngga. Faqat mana bu kallakdan u yoqqa o'tmasin detal. Mana bu shaybani ostidan tepaga o'tmasin, ha?
Chegara olamizda kesish buyrug'i. Mana bu kerak emas. Bu yo'g'i ham. Naborot o'zi. Teskarida. Hozir. Bunisini o'chiramiz, bunisini o'chiramiz. Bo'ldi. Demak, mana bular ham qalin bo'ladi. 0.70. Tak, bu uchalasini olamizda zerkala qilamiz. Sirazi o'ng tomonga ham tashlaymiz. Markazidan vertikal qilsak, inter. Tak, endi tutashma. Mana bu. Tutashmani olamiz, spline'ni. Bitta bu yoqqa nuqta, bitta misol uchun bu yoqqa, bitta mana bu yoqqa, bitta yuqoriroqqa, bitta pastroqqa mana bosdik, enter. Chegara yopmasa agar tutashma nima, shtrixovka qilib bo'lmaydi. Bunisini ham olamiz mana, sal bu yoqqa, sal bu yoq, bunaqa, taxminiy ixtiyoriy. Ya'ni to'lqinsimon ingichka chiziq bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan-ku mana. Xuddi shunday. Tak, olamiz endi shtrixovka ichiga. Tak, mana bu ikkalasi bir xil detal. Tak, endi nimasini o'zgartiramiz biz? Orasidagi masofa. Bitta 3 mm bo'lsin-chi, bo'ladi. Tak. Bunisini chappa qilish kerak. Bunisini teskari qilamiz. Bunday o'rnatamiz-u. Mana bu yerda endi 45 qilamiz-da. Bunaqasiga ketsin. Orasi shu 3 talik turaversin. Ko'rdingizmi mana? Bittasi уже bo'ldi bizada. Kallak, bolt turibdi, mana sterjini, shayba, gayka. Tak. Hozir buni ko'chiraylik. Xalaqit bermasin bu yerga, ana bu yerga. Xuddi shuni o'zini kopirovat. Buqa ixtiyoriy joydan olib, rovna bir xil chiziqda tursin. Faqat mana bu kallaklarni o'zgartirishimiz kerak. Tamom. Boshqa hamma joy bir xil buni. Tak, u uchun pastdagisini ham chizib olishimiz kerak. Tak, shaybani, mana bu shaybamiz bor. Ustiga gaykani keltiramiz. Gayka nimasi bilan, rezbasi bilan. Tak, 1, 2, 3, 4 oldik. Переместить ko'chiramiz. Mana qarang, shaybani ustiga keltirib qo'yaman. Shaybani mana bu o'yig'i kerak emas, delete. Tak. Joyi teskari. Demak, endi bizaga boltni nimasi chiqib turibdi-da mana, ko'ryapsizmi? Ya'ni mana bu yerdagi aylanamizni joyi o'zgartirish kerak. Tak. Bu mana bu yerga boradi. Pastdagi hozir переместить на задний план. Qani masshtab переместить. Порядок рисования на задний план. Orqaga o'tsin. Ana endi buniki kichikroq bo'ladi. Qancha edi uni, nimasi? Shuni razmerlarini chiqarib qo'ymamizda. Mana buni razmeri. Bu 13.6 mi? Ha. Qani 2 marta bo'lsaylikchi. Qani diametri buni? 13.6 ni 2 ga bo'lsa agar necha edi? 6.5, 608. 608. Edi, adashmasam. 6.8 edi, ana shu inter. Mana bunisi bu yoqqa tushdi, bunisi bu yoqqa. Xuddi shunday qildik. Tak. Tamam, buni olamiz. Bizga ana bu kerak emas. Tak, mana buni olamizda. Переместить. O'rtasidan ushlayman u. Mana buni o'rtasini to'paylik mana. To'g'ri shu bilan tushaveramiz. Qochirmasdan. Bo'ldi. Tak, simmetriya yo'qlari. Qani? Bittasi. Buni ham kallagidan. Ikkinchisi. Bitta zo'r funksiyasi bor. 2020-21 larda shu paytda aytib ketay. Tak, servis, pravka, bitsta, annotatsiyaga kirasiz. Mana qarang, mana bu yerda o'q chiziqni o'tkazyapman-ku. O'zi o'tkazar ekanda mana buni. Mana bunday bossangiz agar aylanani tanlaysiz mana. O'tkazdi. 2007 Endi yo'q, 2007 da yo'q. Mana bu yerda ham o'q chiziqni o'tkazish. Mana buni olasiz, осевая liniya. Ikkita chiziqni ko'rsatamiz. Mana bu ichki, bu bilan mana buni o'rtasidan o'zi o'tkazadi. Ko'ryapsizmi? Yana chiqarib ham qo'yadi 2-3 mm ni. Tak. Yana bu yerda uzgan edi, o'sha uchun kalta bo'lib qoldi. Mana bu yerdan cho'zamiz. Chiqib tursin до конца. Tak. Xuddi shunday buni olib endi kopirovat qilamiz.
bir xil bo'lishi uchun bunga ham tashlaymiz markaziga. Tak, bizaga endi ana buni aylantirish kerak ukalar. Mana bu noto'g'ri turibdi. Burchagi bu tomonga bo'ladi. Hozir buramiz buni, повернуть, markazdan ushlaymiz. 90 gradusga burishimiz kerak. Mana bu holatda endi. Ko'ryapsizmi? Mana bu holatida 3 ta devorchasi ko'rinyapti. 1, 2, 3 ta. Mana bu yon devor, o'rtadagi devor va yana yon devor. Tak. Bizada endi mana bularni delete qilamiz. Delete, delete, delete. Tak, mana bu tursin hozircha, ikkita chizig'ini o'tkazaylik, yordamchi chiziq qilib. Chunki ana bu kerakda bizga. Tak. Yana bitta mana buni o'rtasidan mana bunday bo'ldi. Endi mana bularni ham olib tashlasak bo'ladi. Yo'g'i tursin. Faska. Demak, mana bu devordan to'g'ri olib kelsak, mana bu yergacha bo'lgan masofa. Mana perpendikulyar. Shu masofani chapga bunga. Hoppa, chiziq yo'qda, o'sha uchun olmayapti. Hozir chiziq chizaylik. Ana shu chiziqni faska qilamiz-da. Tak, faska. Yana qaytib olay. Ha. Nu mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa. Ama chiziq emasku, o'sha uchun belgilama. Adashimiz. Yo'q, oldik-ku. Adobe. Masofasini olyapman. Cheta bo'lmayapti. Bu qimirladimi deyman, ha? Qimirlabdi-ku, mana bu markaz chizig'imiz. Qani? Okey. Переместить. Yo'q. Ctrl Z turaversin-chi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Of. Shu paytda endi xato bo'ladimi? To'g'rimi bu? Qani? To'g'ri. Faqat o'q chizig'imiz xato ketyapti. Mana bu chiziq. Yoki ana bu noto'g'ri o'rnashgan. Mana bunga nisbatanmi? Ha. Tak. Yo'qqa. Bunisi. Yo'qga. Bunisi ham. Yo'qga. Mana endi hammasi menimcha to'g'rilandi. Yo'g'i to'g'ri. Bu uchi ham to'g'ri. Tak, bitta aylana bilan tekshiraylik shuni. Ikkita nuqta bilan aylana chizib, bu chetidan botichom deb olamizda ko'chiramiz. Markazi qayerda edi uni? Endi bo'ldi. Delete. Adobe bundan mana bu markazgacha e'tibor bering, chapga, o'ngga. Mana bu aytmoqchi bo'lgan joyim ham shu yerda edi. Bu yoqqa olamiz. Bunisini ham tortib keltiramiz. Bizga ana buni markazgacha yo'y chizish kerak. Mana bundan bunga. Qani? Namunamiz bormi? Hop, xuddi shunday. Tak, yo'y. Bitta uchi, mana buni o'rtasi, ikkinchisi. Tak, faska. Bu bilan buni tutashtiramiz. Bu bilan buni tutashtiramiz. Mana bular kerak emas. Bu qalin. 0.70 zerkala. Bu tomonda ham bo'ldi. Tak, bundan chegara qilamizda, kesib tashlash buyrug'i. Markaz-ku. Bunisi. Demak, xuddi ana shu narsa bo'ldi. Tak, bizga faqatgina mana bu qismlarni olib tashlaymiz. Yo'g'iga ham tashlash kerak, xuddi shu narsa. Tak,
Kopirovat nusxa olaman. Qarang, bu yoqni ham. Qanday qilyapmiz? Buni teskarisiga aylantiraman zerkala bilan. Enter. Bu qismi kerak emas. Shuni o'zi переместить markazdan ushlab, mana buni markazga qo'yaman. Mobilni tutsam bo'ladi. Delete. Bu yoqni ham delete. Bu yog'i va mana bu ham. Tamom, свойства. Bunga. Tak, uchalasini olib, переместить. Biron joydan ushlaymiz. Tamam. Ikkita topshiriq ana shunday tugadi. Faqat razmerlarni o'zinikini qo'yasiz. Mana o'lchab qildingiz-ku, o'shalarni qo'yasiz. Tugadi.